Qo'qondagi tungi bozor. Narxlar arzon narxlarda hammasi sifat har xil tovarlar. Hurmatli do'stlar aka. Nechpul aka ularsiz? Nechpul manashingiz? 6000 so'm. Necha yoshgacha? Yoshga standart. Bunisi-chi? Bu ham 6000. Bu-chi? Bu ham 6, 7, 4,5. Sizda qoladi shunchani? Nima bunaqa? Tashadimi nastoriningni? Minut o'tyapti telefon. Bu nechpul aka? Bular 10.000 so'm. 10 mingga mana vashi dahshat kiloshim. 3 ta. Pashkada 3 ta bo'ladi mana. Haqiqiy pastelli materialdan. 2 Kimga kerak bo'lsa aytasizlar. 6 razmerda. Bo'lishi Nima? Materialning oti? Bambuk satin. Ha? Hali gapimiz teskari qoldi. Bu shuni bilan sodir degan balolar ku. Toshkent deyapti. Debdi. Aka nechi pul manoniz? 3,5 so'm. 3,5 ming nechtali razmer? Standart. Hop. Hozir bir aka ham bor. Ismlari Mirzoqit. Voydilik. Mahsulotlari arzon. Voy, dahshat, shu xabar hammaga tarqatinglar. Nechi pul aka bu? Dedilar 11 mingni. Necha yoshgacha? 2 yosh 4 yoshga. Nima materiali? Lacoste. Buchi? Bunisi 13 ming. O'sha materialmi ham? Bu ham o'sha material. Necha yoshgacha? 8 yosh 10 yosh. 8-10 yoshga. Bu setga deb yapasiz? 8 necha yoshgacha? Standart. Standart. Voy azizlar, mana o'sha 3D materialdan ko'ylakcha ham tikib chiqibdi opam. Bu haqiqatda videoda nima ko'rinar ekanda bu? Anaqa qalinga o'xshab ko'rinar ekanda bu. 18 ming necha yoshga tushadi bu? 4-5 yoshga. Ko'ylak lozim-a bu? O'rtoqlar. O'rtoqlar. Buni faqat shu xolosmi? 3D material? Tugan. Banangiz nechi pul aka? Salom. Alaykum assalom. 25 ming ikkita razmer. 25. Hop. Ana nima isti koftangiz o'z? Koftalarimiz 20 ming 3 ta razmer. Banangiz necha yoshgacha tushadi? 8 yoshga chiqadi. Nechi pul qo'yni ishtonchalaringiz? Tepa bas 8 ming. Nima arzon? Maxsus? Bu 8 ming so'm ekan o'rtoqlar. 8 ming so'm ko'ylak lozim. Bizlar bitta ipni sotmaymizda, o'ptim sotamiz. O'ptim. Hammasini berdik yongalarga. Bu razmeri 2 yoshgachami? Yo'q, 4 yoshgacha bo'lyapti. Vo, 4 yoshgacha uchun. Xohlasa ishtonchaligi bor, xohlasa shortingligi bor. Shuning uchun ikkita ochib qo'ygan. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi opa. Materiali ham koreski, nimasi yaxshi. Agar bilsangiz, Bu shtampilmi bu yo? Koreyskiy shtampili? yozadi. Bo'ldi, rahmat opa. Banangiz nechi pul sizniki? 11 ming sotatirdim. Ha. Hozir 10 ming qilib beraman. Tepa bas 10 ming. Buni material toza. Xitoy material. Mana. Nima deyilardi materiali buni? Buni materialini hali muslimmi bir nima deydi. Hali batis degan boshqa narsa u. Ha, batis boshqa narsa. Muslim ham deydi buni, keyin hali nima jatka deydi. Jatka. 10 ming qilib beraman desa. Bu o'z materiali qimmat, biz optim narxi. Hop, rahmat opa. Nimaga baqirchaqlar? Bu lastingiz nechi pul opa? 3,5 ming. Bu necha yoshgacha tushadi? Mana nima ochiq?
Necha yoshgacha bu? 2,5 yosh, 2 yosh. 2,5 yosh. Azizlar, mana buni narsa 19 ming deb yopasiz. Hammasini xarid qildik. Bir samarqandlik apamizga. Biz videoni shu yerda yakunlaymiz. Hozir biz o'sha mahsulotlarni xarid qilyapmiz, sotib olyapmiz. O'sha jarayonda bir qator o'zimizdan ishdan ortib bir video qilib qo'ydik. Bemalol qiziqqanlar kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdik, bemalol olaverasizlar.